Assalomu alaykum. Bugun sizlarga yangiliklarni yetkazishlikni lozim deb topdik. Yangiliklar shundan iboratki, 30-iyundan boshlab Rossiyaga kiruvchilarga, boshqa davlatlardan migrantlar kirishligi uchun goslogi yoki приложение ruldan ariza topshirish kerak. Rossiyaga kirishdan oldin 72 soat oldin, 3 sutka oldin ariza topshirish kerak. Rossiyaga nima uchun boryapti, Rossiyada qancha muddat turadi va shu o'zingizning davlatingizdan biron yuqumli kasallikka uchramaganligingiz uchun spravka, bularni ham taqdim qilishligingiz kerak. Keyin sizlarga bu Rossiyaga kirish uchun QR kod jo'natadi, elektron viza deyiladi. Shu elektron viza jo'natgandan keyin sizlar bu Rossiyaga kirish oson bo'lishligi uchun ular ham o'zlarini qiynamasligi uchun va sizning vaqtingizni olmasligi uchun ham shu narsalarni joriy qilyapti bular. O'zlari uchun oson bo'lishligi uchun va siz uchun ham oson bo'lishligi uchun. Lekin ba'zi bir jihatda migrantlarga juda qiyin bo'lishi mumkin. Chunki Rossiyada bo'lmasdan turib gosloga registratsiya qilish juda mushkul ish. Shuning uchun ham bu goslogini qanday registratsiya qiladi? Men shu narsalarga ham hayronman-da. Yoki bo'lmasam goslogidan kirib viza jo'natish. Rossiya fuqaroligi borlar viza jo'natib chaqiruv qilsa, ularga ham ruxsat beriladi.